O'sha degan bu o'yger qizimizni nima bo'lganidan hammalarning menimcha xabaringiz bo'lsa kerak. Biz hozir o'sha Medkonsultat degan klinikasiga, shaxsiy klinikasiga kuyovimiz shu yerda yotgan ekanlar, narsalar qildik. Insondan faqat yaxshilik qoladi. Bizdan faqat yomonlik qolmaydi. Mana yaxshilik qoladi, ko'ringlar. Alloh shifo bersin, tezroq tuzalib keting. To'g'risi va shu shokka tushib qoldim mana videolaringizdan aka. Operatsiyaga qachon endi cho'kdi bo'ladimi yo Istanbul, Turkiyada? Operatsiya tanishdi yo'q, bu klinikada aniq bo'lmaydi. Maqsad shu Turkiyada bo'lish. Shu bitta iltimosim sizlardan, bu Medkonsultat klinikaga boykot e'lon qilib, bu yoqqa kelib hech qachon только abdominoplastika, liposatsiya, любой operatsiyani qilmaylar. Mana operatsiya qilgan 2002-yil bolalarning ustozlari Gulistondan kelgan, dokumenti yo'q bo'lgan insonlar mana operatsiya qilgan, institutda o'qigan, operatsiyaga kirishi mumkin emas bo'lgan insonlar operatsiyada shu qo'pol qilib qassoblik qilgan. O'shaning uchun hech qanaqa даже qo'linglarni privaska qilgani ham bu yoqqa kelmaydi, boykot e'lon qilish